Aziz kuzatuvchilar, sizlarga maslahat beraman. Har qanday shikoyat yurak bilan bog'liq bo'ladimi, yurak tez urishimi, yurak sekin urishimi, yurak to'xtab urishimi, o'sha paytning o'zida buni demak ushlash kerak, fiksировать qilish kerak. Ya'ni o'sha paytning o'zida EKGga tushirish kerak. Bu paroksimal taxikardiyasi bor kasallarga ham yoki oddiy taxikardiyasi bor kasallarga ham. Demak, sizni bezovta qilayotgan payt EKGga tushsangiz, o'sha EKGni kardiologga ko'rsatsangiz, kardiolog sizda o'sha payt yuragingiz qanaqa urganligini aytib beradi. Ahvolingiz yaxshi bo'lgandan keyin tushirilgan EKGlar bizga hech qanaqa informatsiya bermaydi. Ya'ni sog'lom, manaqa bemor qiynalib yurmaydi. Ya'ni bu bemorda ham taxikardiya bor, lekin qolgan doktorlarga borganda, demak, bemorni hech narsa bezovta qilmayotgan payt tekshiruvlardan o'tadi, hammasi yaxshi chiqadi va bemorga hech qanaqa diagnoz qo'yilmaydi. San asab bilan bog'liq, saniki gormon bilan bog'liq deb har xil noto'g'ri informatsiyalar berishadi. Shuning uchun har qanday aritmiya bo'layotgan paytda ushlanish kerak va o'shanda to'g'ri diagnoz qo'yiladi va to'g'ri davo taktikasi buyuriladi.